ertag'onlar, ey onaxonlar, ey akalar, ey opalar, ey qarindoshlar. Bu qo'shiq ba'zi qo'sh tirnoq ichidagi insonlar uchun, boy bo'lmasa ham boy ko'rinishga urinadiganlar uchun. Bir kunlik dabdaba uchun, yillar davomida qarz to'laydiganlar uchun. Bugun odamlar ko'rsin deb hasham qilish oson, lekin ertaga qarz bilan yashash qiyin. Ey yigitlar, ey qizlar, bir kunlik to'y uchun ota-onangizni qarzga botirishga majbur qilmang. Chunki ota kechalar uxlamaydi, ona esa ichida yig'laydi. Farzandim baxtli bo'lsin deb qo'lida yo'q bo'lsa ham qarz oladi, borini sotadi. Yillar davomida yig'ganini sarflaydi. Faqat bir kun uchun, lekin haqiqiy baxt hashamda emas, tilloda emas, maqtanchoqlikda emas. Haqiqiy baxt oilada, mehrda, sadoqatda va tinchlikda. Bugun seni olqishlashadi, zo'r to'y bo'ldi deyishadi, ammo ertaga hech kim kelib sening qarzingni to'lab bermaydi. Shuni unutmang. Oddiy to'y bilan ham baxtli yashasa bo'ladi. Eng katta boylik tinchlik, mehr, ota-onaning do'sti va halol hayot